Assalomu alaykum qarindoshlar. Shu to'g'ridaysizlar. Qonun chiqib bo'lgandan keyin texnik kuchaysak bo'ldi. Ma Uyg'ur tashviqotda, Uyg'ur xabarlarda mush qonun to'g'riliq deyilmayotgan bir gap borchu. Trumpning shu Uyg'urlar qonunini imzo etishdan bir yarim soat, bir soat burun burunqi Amerika davlatining bexatarlik maslahatchisi sobiq bexatarlik nima davlat Amerikaning davlat maslahatchisi John Bolton bir kitbi chiqmoqchi ya chiqib bo'ldimi? Shuningda Wall Street Journalda mushu naq mushtachada o'tgan kishili Trump mushu lager Xi Jinpingning lagerlar to'g'riliq shu Xi Jinpingni qo'llag'ini mushu 300 yilning yoqi eng Xi Jinping eng yaxshi lider bo'lganini Tiananmen vaqasining 15 yilni oldin bo'lganini inson haqlari to'g'riliq birinchi o'ringa qo'ymay shu o'zining Amerikani birinchi tijoratini o'zining milliy Amerikaning milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yganini andan keyin Tayvannimi ilg'amay mavi qalam Tayvan bo'lsa ustal Xitoy deb ashtaq gap so'zlar shu yarim soat burunmi bir soat burun chiqib bo'lsa yarim soat 40 minut burun u maqola chiqib andan keyin atrofidagi Trumpning atrofidagi maslahatchilar mani imzo atsang ananga bir javob bo'ldi degandek bir shaklda atdichu ya'ni isteyerek atgan yeri yo'q shu bunda bir paytda biz texnik yuksak bo'ldi qonun bormi bor ammo Amerika davlati vaqti kelguncha qancha kuchaydi xudoyim bildi shuningga Shangang Tibetning nimasidek unda kuchigini yo'q bu qonundachu lekin bizning Uyg'ur tashviqotda voy Trump oliylari deb maqtab bo'lib ketdik lekin asli Trump bilan hech aloqasi yo'q uni atsimi atatdi atmasimi atatdi kechiktirib bu kitobning burunqi sobiq ministrligi degan so'zlar bilan ashtaq burun shu naq bir yildan oldida Trump shu lagerlar qo'llash to'g'riliq gap so'zlar o'tirg'i chiqqachqa mavi qonunni atgan bo'ldi shuningga u qonun bormi yo'qmi chatig'imiz bo'lmay u qancha ijro qilinmaydi bilmaymiz u büyük ihtimal bunu Uyghur xabarlarda deyilmaydi bunday gaplar ham deyilmidi bu bugün tartışayotgan ishlar shuningda texnik kuchishimiz kerak Mesela abay degandek bu konsulxonadagi nimlar bo'lsin masalan o'kanda men video chiqardim mush nim to'g'riliq mush chash to'g'riliq chiqarsam ba'zi qarindoshlar fikr ko'rsatdi mush Xitoyning jachichini yasayotgan jachichini nima Xitoydan akayotgan Instagram saytlari bor ekanmish Twitter saytları bakenmiş, Facebook saytları bakenmiş. Aşı videoni, aşı makale, aşı çaş to'g'riliq maqolalarni, aşı maqola va videolarni shu yerga hammakinib qo'ysak deb biroz fikr berdi. Shuni qilsak bo'ldi. Qilgan ishchi qarindoshlar. Lekin hozir xuddi qonun chiqib biz mustaqil bo'lib bo'lgandek, zulm to'kkandek bir hukm berib qo'ydi. Men necha vaqtning yoqi shu Amerikadagi diplomat deymiz, strategiya nimaları deymiz. Bek bir pozitiv gap anlamadım yani ulardan. Gap şu qanchalik ijro qilindi, inshaalloh yaxshi bo'lar, lekin biz pasayib qolsak, Xitoy degan terrorchi YouTube kirsam qaytadan terrorchilik to'g'riliq Uyg'urlar terrorchidir degandek tweetlarni aytib, YouTube videolarni chiqarib degandek asta bo'lyapti. Shuningga bizde mustaqil bo'lganimiz yo'q, bizde erkinlikka erishganimiz yo'q. Bu narsa tungin imzolandi, isteyerek imzolangan bir narsadek emas. Tadqiqotchilar boshqalar fikri bo'yicha shuningga ya'ni o'zimiz xo'sh qilib muborak bo'lsin, congratulations degan bilan yana qilgan nurg'un ishlar bor qarindoshlar. Buldu qarindoshlar, ikki qizga gaqim keldi. Allohga emanet, ish qilayli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Senin videosu münasebetlik yandan koyuyor. Assalomu alaykum qarindoshlar. Shu to'g'ridaysizlar. Qonun chiqib bo'lgandan keyin texnik kuchaysak bo'ldi. Ma Uyg'ur tashviqotda, Uyg'ur xabarlarda shu qonun to'g'riliq deyilmayotgan bir gap bor-ku. Shu Xi Jinping qo'llag'ini, shu 300 yilning yoki Xi Jinping eng yaxshi lider bo'lganini, Tiananmen voqeasining 15 yilning oldin bo'lganini, inson haqlari to'g'riliq birinchi o'rinni qo'ymay shu o'zining Amerikani birinchi tijoratini, o'zining milliy Amerikaning milliy manfaatini birinchi o'rinni qo'yganini, andan keyin Tayvannimi ilg'amay mavi qalam Tayvan bo'lsa, au ustal Xitoy deb ashtaq gap so'zlar shu yarim soat burunmi, bir soat burun chiqib bo'lsa, yarim soat 40 minut burun u maqola chiqib, andan keyin Trumpning atrofidagi maslahatchilar mani imzo atsang aningga bir javob bo'ldi degandek bir shaklda atdichu, ya'ni istayarak atgan yeri yo'q. Shu bunda bir paytda bizning Uyg'ur tashviqotda voy Trump oliylari deb maqtab bo'lib ketdi, lekin asli Trump bilan hech aloqasi yo'q. Uni atsimi atatdi, atmasimi atatdi. Kechiktirib, u kitobning burungi sobiq ministrligi degan so'zlar bilan ashtaq burun shu naq bir yildan oldida Trump shu lagerlar qo'llash to'g'riliq gap so'zlar o'tirg'i chiqqashqa mavi qonunni atgan bo'ldi. Büyük ihtimal buni Uyg'ur xabarlarida deyilmaydi bunday gaplar. Ham deyilmadi. Bu narsa tungin imzolandi, isteyerek imzolangan bir narsadek emas. Tadqiqotchilar boshqalar fikri bo'yicha shuningga ya'ni o'zimiz xo'sh qilib muborak bo'lsin, congratulations degan bilan yana qilgan nurg'un ishlar bor qarindoshlar. Bo'ldi qarindoshlar, ikki qizga yaqin keldi. Allohga emanet, ish qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.